Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kech. Demak, ikkinchi mavzu malyar absolyut va nisbiy massa mavzusi S mashqlari yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Xo'p, demak bu mashq yechimini qilib chiqqan edim, lekin oxiriga borganda svet o'chib qolib, kompyuterda saqlanib bo'lmay qoldi. Shuning uchun yozib qo'yilgan, ya'ni ishlab qo'yilgan, shunchaki tushuntirib qilib boshqatdan video olyapman. Demak, boshladik unda. Xo'p, birinchi savol, absolyut massa nima deyapti? Absolyut massa bu haqiqiy massa bo'ladi va bir dona zarrachaning massasi hisoblanadi. Demak, B javob to'g'ri bo'ladi. Absolyut hajm nima? Bir dona zarrachaning massasi emas endi. Bir dona zarrachaning hajmini olishingiz kerak bo'ladi. Shunda A javob to'g'ri kelyapti. Endi demak, 1/1da nima deyapti? Uglerodning absolyut massasi grammini aniqlang deyapti. Bizda o'zi nisbiy atom massa topish uchun absolyut massani massa atom birlikka bo'lish kerak bo'ladi. Absolyut massani topish uchun esa formula chiqarib oladigan bo'lsak, nisbiy atom massani massa atom birlikka ko'paytirish kerak bo'ladi. Bizda uglerodniki so'ralgan, nisbiy atom massasi 12, massa atom birlik bizda 12, uglerod 12 izotopining 12 dan bir qismi olinadi, bilamiz. Va uni qiymati 1,66 ko'paygan 10⁻24 ga teng. Demak, 12 ni massa atom birlikka ko'paytiradigan bo'lsak, bizda qiymat sifatida 1,9 chiqyapti va uni yaxlitlab 2 ko'paygan 10⁻23 olinyapti. Javob A bo'ladi. Mana bu 1,66 ko'paygan 10⁻24 bu doimiy son bo'ladi va bu massa atom birlikka teng bo'ladi. Demak, xuddi shu holatda keyingilarni ham ishlab chiqishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni magniynikini so'rasa 24 ni 1,66 ga ko'paytirasiz. Titanni so'rasa 48 ni 1,66 ga, kriptonni so'rasa 84 ni 1,66 ga ko'paytirish kerak bo'ladi. Chunki mashlarniki nisbiy atom massasi 24, 48, 84 bo'lganligi uchun nisbiy atom massalarni massa atom birlikka ko'paytirsak, absolyut massalar kelib chiqaveradi. Yoki bo'lmasam quyidagicha usulni qo'llasa ham bo'ladi. Uglerodning absolyut massasi so'ralgan payt bittasini massasi so'ralayotgan bo'ladi. Bittasini massasi x deb turib, 6,02 ko'paygan 10⁻23 ta sini massasi 12 gram deb turib, 1 ni 12 ga ko'paytirib 6,02 ko'paygan 10⁻23 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda ikki qiymat chiqyapti. Mana bu yerda 6,02 bo'lish kerak, lekin kitob kalkulyatorsiz ishlashga mo'ljallangani sababli 12 ni 6 ga bo'lib 2 olib, mana bu 10⁻23 ni minus qilib yozib qo'yish kerak bo'lyapti. Shunday qilib ishlab ketsangiz ham bo'laveradi. Mana misol uchun mana buni ham xuddi shunday. Bitta magniyning massasi x deb turib, chunki bitta magniyning massasi absolyut massani beradi. Sizda 6 ko'paygan 10⁻23 ta magniyning massasi 24 gram deydigan bo'lsangiz, 24 6 ga bo'linsa 4 bo'ladi-yu. Xuddi o'sha sonni yozib turib, ko'paygan 10⁻23 qilasiz, bo'ldi, tamom. Shunda javob C bo'ladi. 2/1da Xo'p, quyidagi moddaning deyapti, absolyut massasi grammini aniqla deyapti. Avval nimasini topib oling, ya'ni nisbiy molekulyar massasini topib olamiz. 66 ekan. Demak, 6 ko'paygan 10⁻23 tasi 66 gram. Bittasiniki x deydigan bo'lsangiz, 66 ni 6 ga bo'lsak 11 chiqadi. 11 ko'paygan 10⁻23 qilib yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shu tartibda ishlab ketaveramiz. Bir xil ketadi. Mana 3/1da nima deyapti? Absolyut massani massasi 16 ko'paygan 10⁻23 bo'lgan element atomini aniqlang deyapti. Demak, absolyut massasi berilibdi bizda. Demak, absolyut massa u bittasini massasi bo'lganligi uchun bittasini to'g'risiga 16 ko'paygan 10⁻23 yozib olaman. Xo'p, bizda nimani so'ragan? Ya'ni elementni atomini aniqlang deyapti. Demak, 6 ko'paygan 10⁻23 tasiniki x qiladigan bo'lsak 96 chiqyapti. 96 chiqsa bu molibdenga tegishli bo'ladi. Keyingisidan xuddi shunday, bittasiniki 18, 6 ko'paygan 10⁻23 tasiniki qancha qiladigan bo'lsak 108 chiqadi. Chunki 18 ni 6 ga ko'paytirsangiz 108 bo'ladi. Mana bu 23 lar yeyishib ketadi. Ya'ni mana bu nima bo'ladi-da hisob-kitob. Mana bu 18 ko'paygan 10⁻23 ni ko'paytirasiz. Hop, 6 ko'paygan 10⁻23 ga bo'lish kerak bo'ladi 1 ga. Shunda mana -23 bilan mana +23 yeyishib ketadi. 18 kara 6 108 bo'ladi. Tamom, shu 108 bu kumushga tegishli bo'ladi. Mana 108 ni 1 ga bo'lsak, qiymat o'zgarmaganligi uchun 108 ni o'zi olinadi va kumushga tegishli bo'ladi.
Xuddi shu tartibda ishlayverasiz. 4/1 nima deyapti? Absolyut massasi 3 ko'paygan 10 ustiga 23 gram bo'lgan modda formulasini ko'rsating deyapti. Demak, absolyut massasi deyapti. Demak, bittasiniki 3 ko'paygan 10 ustiga minus 23 deyapti. 6 ko'paygan 10 ustiga 23 tasiniki qancha deydigan bo'lsak, 3 kara 6 18 bo'lganligi uchun 18 chiqyapti va bu suvga tegishli bo'ladi. Keyingisida 5 kara 6 30 bo'ladi. 30 ligi demak azot 2 oksidiga tegishli bo'ladi. Xuddi shu tartibda ishlayverasiz. 5/1 absolyut massasi 4,5 ko'paygan 10 ustiga minus 23 gram bo'lgan moddaning molyar massasi gram taqsim molini aniqlang deyapti. Demak, endi hisob-kitobimiz osonlashib ketdi. 4,5 ni mana bu 6 ko'paygan 10 ustiga 23 ko'paytirgan paytimiz mana bu bilan mana bu yeyishib ketadi. Shuni bilib oldik. 4,5 ni 6 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. 27 chiqyapti. A javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisida ham 5,5 ni 6 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. 33 chiqyapti. S javob olib ketaveramiz. 6/1 da molyar massasi 15 gram taqsim mol bo'lgan moddaning absolyut massasi gramini aniqlang deyapti. Molyar massasi 15 degani 6 ko'paygan 10 ustiga 23 tasi 15 gram degan. Bittasiniki qancha deydigan bo'lsak, x bo'ladi. 15 ni 6 ga bo'lamiz. 2,5 chiqadi. 2,5 ko'paygan 10 ustiga 23 qilib qo'yaveramiz. Xuddi shu tartibda ishlayveramiz. 7/1 absolyut massasi 6,5 ko'paygan 10 ustiga minus 23 gram bo'lgan moddaning molyar massasi gram taqsim molini aniqlang deyapti. Bittasiniki demak 6,5 ko'paygan 10 ustiga 23. 6,6 ko'paygan 10 ustiga 23 tasinikini hisoblaydigan bo'lsak, bizga molyar massasi chiqadi. Demak, bu yerda 10 ustiga 23 bilan 10 ustiga 23 qisqarib ketadi. Shunda 6,5 ni 6 ga ko'paytsak 39 bo'ladi va uni 1 ga bo'lsak hech nima o'zgarmaydi. Demak, 39 ni o'zini oladigan bo'lsak, javob B bo'ladi. 8/1 da ugleroddan N ekan, absolyut massasi 120 ko'paygan 10 ustiga 23 ta bo'lsa, N ni qiymatini aniqlang deyapti. Bittasini massasi 120 ko'paygan 10 ustiga minus 23 ekan, 6 ko'paygan 10 ustiga 23 tasiniki x qilyapmiz. Mana bu 120 ma 6 ga ko'paytirganda 720 chiqadi. 720 ni mana buni massasi 720 chiqyapti. Uni mana bu 12 ga bo'ladigan bo'lsak, n ni qiymati chiqib keladi 60 ta. Demak, n ni qiymati 60 ekan. Keyingisini ham xuddi shunaqa qilib turib 12 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak 80 chiqargan. Xuddi shu tartibda ishlaysiz. 9/1 uglerod X H6 ning absolyut massasi 13 ko'paygan 10 ustiga minus 23 bo'lsa, X ning qiymatini aniqlang deyapti. Demak, bittasini massasi 13 ko'paygan 10 ustiga minus 23. 6 ko'paygan 10 ustiga 23 tasiniki x deydigan bo'lsak, 13 ni 6 ga ko'paytsangiz 78 bo'lar ekan. Demak, 78 mana bu moddamizni nisbiy molekulyar massasi, ya'ni molyar massasi bo'ldi desak bo'laveradi. Bunda endi 12x bo'ladi, chunki ugleroddan x da turibdi. X ni 12 ga ko'paytirsangiz 12x bo'ladi. Mana bu vodorod o'zi 6 bo'ladi. 78 dan 6 ni ayirsam 72 ni 12 ga bo'lsam x ni qiymati 6 chiqadi. Xuddi shunday ishlasak bo'ladi. Xo'p, keyingilari ham xuddi shunday ketadi. 10/1 8 dona magniy atomining massasi gramini aniqlang debdi. 8 ta magniyligi x, 6 ko'paygan 10 ustiga 23 ta magniy 24 gramligini bilaman. 8 kare 24 qilib 6 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 32 ko'paygan 10 ustiga minus 23 chiqar ekan. Xuddi shunday ishlaysiz. 11/1 nechta kislorod atomi 8 ko'paygan 10 ustiga minus 23 gram deyapti. 8 ko'paygan 10 ustiga minus 23 grami x 16 grami, demak 6 ko'paygan 10 ustiga 23 gram bo'ladi. 23 tasi bo'ladi. Ya'ni 16 gram kislorod 6 ko'paygan 10 ustiga 23 ta atom tutadi. Bizda 8 ko'paygan 10 ustiga 23 tasi, demak 3 dona bo'lishi kerak ekan. 12/1 qaysi atomning ikkitasi 16 ko'paygan 10 ustiga 23 gram bo'ladi deyapti. Demak, ikkitasi 16 ko'paygan 10 ustiga 23 bo'layotgan bo'lsa, 6 ko'paygan 10 ustiga 23 tasi qancha bo'ladi deydigan bo'lsak, 48 chiqadi. 48 bu titanga to'g'ri kelar ekan. 13/1 ikkita massa atom birlik necha gram deyapti. O'zi bilamiz, bir massa atom birlik 1,66 ko'paygan 10 ustiga 23 ga 24 gramga teng, ya'ni 1,66 ko'paygan 10 ustiga minus 24 ga teng. Ya'ni massa atom birlik haqida gapirilyapti. Bittasini massasi demak 1,66 ko'paygan 10 ustiga minus 24 gram. Bizdan ikkitasini so'ralgan, x qiladigan bo'lsak, 2 kara 1,66 qiladigan bo'lsangiz 3,32 ko'paygan 10 ustiga minus 24 chiqadi.
14 nechta massa atom birlik 4,98 ko'paygan 24 gram bo'ladi deyapti. 4,98 ko'paygan 24 grammi nechtasiniki x, 1,66 ko'paygan 24 grammi demak bittasiniki. Hisob kitobimizdan demak 3 tasiniki ekanligi ma'lum bo'lyapti. 15 qaysi element atomlarining absolyut massasi 0,5 ko'paygan 23 grammga farq qiladi deyapti. Demak, bittasiniki 0,5 ko'paygan 23 deyapti. Demak, 6 ko'paygan 23 tasiniki hisoblaydigan bo'lsak 3 gram. Demak, 3 gramga farq bo'lishi kerak. Demak, 3 gramga farq bo'lishi kerak. Misol uchun magniyniki 24, alyuminiyniki 27. O'rtadagi farq haqiqatan ham 3 gramga, shuning uchun D javob to'g'ri bo'ladi. 16 A moddaning molyar massasi 120 gram taqsim mol, molyar va absolyut hajmini aniqlang debdi. Zichligi 4 gram taqsim santimetr kub va Avogadro doimisi 6 ko'paygan 23 deyapti. Xo'p, molyar hajm topish uchun massasini zichligiga bo'lib qo'ysak kifoya. 120 ni 4 ga bo'lsam 30 santimetr kub taqsim mol bo'lyapti. Demak, bu 30 bu molyar hajmi bo'lyapti. Absolyut hajmini topish uchun bittasiniki x deyman, 6 ko'paygan 23 tasiniki 120 gram. Bizda avval massa topib olinyapti ekan, demak absolyut massa topib olindi. Absolyut massa topib olingan bo'lsa, endi zichlikka bo'lib absolyut hajm topib qo'yilyapti. 5 ko'paygan 23 santimetr kub bo'ladi va javob B javob bo'lyapti. 17 to'g'ri javobni belgilang deyapti. Yaxshilab e'tiborli bo'lamiz. To'g'ri javobni belgilang deyapti. Bu yerda A javobda molekulyar massa, ya'ni nisbiy molekulyar massa vodorodniki 1 gram taqsim mol deyapti. Yo'q, bu xato. Bu yerda molekulyar massa 1 gram taqsim mol bo'lmaydi, chunki nisbiy molekulyar massasi bilamiz, vodorod ikkisi bilan yuradi, H2 bo'lib yuradi va nisbiy molekulyar massa so'ralgan payt 2 yoziladi xolos. Xullas 1 emas, bu aniq. 2 ham birligi gram taqsim mol emas, shuning uchun A javob chiqarib olishingiz kerak bo'ladi. B javob deyapti. Massa absolyut deyapti. Natriyniki 23 ko'paygan U deyapti. U bu uglerodni 12 dan 1 qismiga nisbatan olinganligi uchun yozib qo'yiladi. Uning qiymati 1,66 ko'paygan 24 ga teng bo'lyapti va uni biz massa atom birlik deb ataganmiz. Absolyut massa topish uchun nisbiy atom massani massa atom birlik ko'paytirishimiz kerak edi. Mana bu 23 nisbiy atom massa, mana bu U esa massa atom birlik bo'lyapti. Demak, bu yerda hozir nisbiy molekulyar massani massa atom birlik ko'paytiradigan bo'lsak, absolyut massa, ya'ni natriyning absolyut massasi chiqyapti. Demak, bu yerda hozir to'g'ri turibdi bu narsa. Bu narsa to'g'ri, chunki bu yerda aytayaptiki, natriyning absolyut massasi 23 ni U ga ko'paytirganda chiqadi deyapti. Haqiqatan ham xuddi shunday. Demak, B javob to'g'ri bo'ladi. Qolganlari xato desak oson bo'ladi. Xo'p, demak 17.2 to'g'ri javobni belgilang deyapti. Molyar massa vodorodniki 1 gram taqsim mol deyapti. Haqiqatan ham vodorodniki deyapti, H niki molyar massasi 1 gram taqsim mol bo'ladi. Bular haqiqatga yaqin emas, shuning uchun ularni olmaylik. 17.3 to'g'ri javobni belgilang. Massa absolyut ftorniki deyapti. Massa absolyut ftorniki. Demak, bilamiz, massa absolyutni topish uchun, ya'ni absolyut massani topish uchun bittasiniki x qilardik. 6 ko'paygan 23 bu Avogadro doimisi, mana bu 6 bu mana unga tegishli. Demak, absolyut massa deyapti. Ftornikini topish uchun 19 ni 6,0 ko'paygan 23 ga bo'lasiz deyapti va bu narsa to'g'ri narsa bizga. To'g'ri javobni belgilang. Nisbiy atom massa kislorodniki 16 deyapti. Bu narsa to'g'ri. 18.1 to'g'ri javobni belgilang deyapti. Massa absolyut ftorniki 19 ko'paygan U. Ko'rdik uni, nisbiy atom massani massa atom birlik ko'paytirilganda absolyut massa chiqadi deb aytdim. To'g'ri javobni belgilang. Massa absolyut xlorniki 35,5 ni ko'paytiraman U ga. Buni kelishib o'tdik. To'g'ri javobni belgilang. Bromning deyapti molekulyar massasi, ya'ni molyar massasi 160 gram taqsim mol. To'g'ri, molyar massasi 160 gram taqsim mol bo'ladi. To'g'ri javobni belgilang. Massa absolyut yodniki 127 ko'paygan U. Ko'rdik uni, 127 bu nisbiy atom massa bo'ldi.
bu massa atom birlik hop absolyut massaga teng bo'ladi bu ikkalasining ko'paytmasi. Ya'ni bular ham xuddi shunday deyapti. Yodni absolyut massasini topish uchun 127 ni u ga ko'paytirish kerak deyapti. Quyidagilarning qaysilari noto'g'ri deyapti. Noto'g'risini so'rayapti. Molekulyar massa vodorodniki 2 deyapti. Bu yerda to'g'ri, bir to'g'ri. 2 nisbiy molekulyar massa kislorodniki 32 gram taqsim mol. Nisbiy molekulyar massani birligi gram taqsim mol bo'lmaydi. Uni yo birliksiz yurish kerak bo'ladi. Shu, ya'ni birliksiz yursin nisbiy molekulyar massa, bular esa gram taqsim mol qilib qo'yapti. Gram taqsim mol u molyar massani birligi. Molyar massa bilan nisbiy molekulyar massa boshqa tushuncha bo'ladi. Shuning uchun molyar massani birligini nisbiy molekulyar massani birligiga yozib qo'yapti. Yo'q, xato u narsa. Ya'ni mana buni turishi xato bu yerda. Shuning uchun birligi xato bo'lganligi uchun 2 xato deb qaraymiz. 300 to'g'ri turibdi. 4. Molyar massa, ya'ni molyar massa fosfat kislotaniki 98 deyapti. Yo'q, bu nisbiy molekulyar massasi 98 bo'ladi. Demak, mayda R si bo'lsa keyin to'g'ri bo'ladi. Mana bu yerda R yo'qligi uchun bu yerda qachon to'g'ri bo'ladi? Bu endi yo mayda R bo'lsa to'g'ri bo'ladi, yoki bo'lmasa mana buni gram taqsim mol qilib qo'ysak keyin to'g'ri bo'ladi. Hozir unday emas. Demak, bu yerda xatolik bor. Demak, 2 bilan 4 xato bo'lib D olinyapti. Quyidagilardan qaysilari to'g'ri debdi. To'g'risini so'rayapti. Nisbiy molekulyar massa kislorodniki 32. Mana R si bor va birliksiz kelyapti. Bu narsa to'g'ri narsa. Mana R si bor, birlikli kelib qo'yapti. Bu narsa xato. Massa absolyut deyapti, azotniki 14 deyapti. Bu ham to'g'ri. Chunki absolyut massani topish uchun nisbiy molekulyar massani massa atomlik ko'paytirish kerak. Va bu yerda 1 bilan 3 to'g'ri bo'lib, B javob bo'lgan. Nechta magniyning massasi 1.66 ko'paygan 10^-22 gram bo'ladi deyapti. Demak, mana buni 23 ga aylantirib olinyapti. Chunki mana bu ko'paytirilganda qisqartirish uchun mana buni 16 qilib turib, buni 23 ga aylantirib olindi va quyidagicha yozib oldim. 16 ko'paygan 10^-23 grami X, 24 gram magniy, demak 6 ko'paygan 10^-23 ta bo'lyapti. Demak, hisoblaydigan bo'lsak 4 chiqyapti. 4 ta magniyning massasi shuncha gram bo'lar ekan. 22/1 nechta magniyning hajmi 2 ko'paygan 10^-22 cm3 bo'ladi deyapti. Zichlik 1,6 gram taqsim mol deyapti. Bizda o'zi 24 ni 1.66 ga bo'ladi. 24 ni 1.6 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda hajm chiqib keladi. Ya'ni bu molyar hajm desam ham bo'ladi. Demak, 6 ko'paygan 10^-23 tasining hajmi 15 cm3. Bizda mana shuncha hajm bor. Shuncha hajm magniyni nechtasi to'g'ri keladi deydigan bo'lsak, bizda 8 taga to'g'ri kelar ekan. B javobni olamiz. 500 ta kriptonni deyapti. Yo'q, mana 23/1da 50 ta kriptonning massasi gramni aniqlang. 50 ta kripton X, 6 ko'paygan 10^-23 ta kripton 84 gram bo'ladi. Demak, hisob kitobimiz 7 ko'paygan 10^-21 bo'lyapti va 7 javob, ya'ni C javob to'g'ri bo'lyapti. Orada qolib ketmadi menimcha. Mana shu 3 ta savolni ham ko'rib qo'ysak, nima tugar ekan? Ya'ni D mashq ham tugar ekan, buni ham ko'rib chiqamiz birato'la. Absolyut massa deyapti. Quyidagi ifodalardan qaysilari noto'g'ri deyapti bu yerda. Noto'g'risini top demoqchi. Xo'p, bir chekkadan ko'ramiz. Demak, 1. Kislorod 16 izotopining yadrosi massasi deyapti. Yadrosining massasi 16U deyapti. Xo'p, magniy 24 massa yadrosi massasi deyapti. Taqriban 4 ko'paygan 10^-27 kilogram deyapti. Hop, 12.04 ko'paygan 20 ta uglerod yadrosining massasi 204 milligram. Hop, D3 molekulasining massasi deyapti 1/3 ko'paygan massa deyapti. Nima bu? Absolyut massaga teng. Hop, mayli. Yaxshiroq fikrlaymiz ekan.
Xo'p, bir to'g'ri deymiz. Nima uchun? Chunki bu yerda aytilyaptiki, kislorod 16 izotopini yadrosini massasi deyapti, 16U deyapti. Bu yerda absolyut massa haqida gapirilyapti. Absolyut massa bilamiz, nisbiy atom massani massa atom birligi ko'paytmasiga teng bo'ladi. Bu yerda absolyut massa deyapti. Nisbiy atom massa 16 bu yerda. Massa atom birligi bu bilamiz 1.66 ga teng va u bir massa atom birligi deb belgilasa ham bo'ladi, u deb belgilasa ham bo'ladi. Ya'ni quyidagicha deb tushunsangiz bo'ladi. Ya'ni bir to'g'ri turibdi-da. Bu yerda faqat absolyut massasi shunga teng deyapti. Bu to'g'ri. 2 magniy yadrosining massasi 4 ko'paygan -27 kilogramm deyapti. Mana tekshirib ko'ramiz. Demak, absolyut massa magniyniki teng. Hop 24 ni ko'paytirishim kerak. 1.66 ko'paygan 10⁻27 bo'la qolsin, chunki bu yerda kilogramm haqida gapirilyapti. Gram bo'lganda -24 ko'paytiradi. Grammda bo'lganda -24, hozir kilogrammda bo'lgani uchun -27 ga ko'paytiriladi. 24 ko'paygan 1.66 ga, demak taqriban 40 chiqyapti. Ya'ni 40 ko'paygan 10⁻27 kilogramm chiqyapti. Bular esa bizda 4 deyapti. Bizda 4 emas, 40 chiqyapti. Demak, bu ikki xato bo'lyapti. Bizdan o'zi xato javobni so'ragan. Xato javobni so'ragan bo'lsa, 2 ni olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi 3 ni ko'rib chiqamiz. 12.04 ko'paygan 20 ta uglerod yadrosining massasi 2.4 mg ga teng deyilyapti. Bizda o'zi 2 javob bor javobni qaraydigan bo'lsak, mana bu chiqib ketdi. Bu ham chiqib ketadi. Xo'p, demak, 2-4 kirish kerak yoki 2-3 kirish kerak ekan javobga. 2 ni oldik. Sababini aytdim. Bular 4 deyapti, bizda esa 40 chiqdi. Xato javob so'ragan uchun xato javob 2 kiryapti. Xo'p, endi 3 ni ko'rib chiqishimiz kerak bo'lyapti. Yadrosining massasi 2.4 mg. Demak, tekshirib ko'ramiz. Hop, 12.04 ko'paygan 20 ta. Hop, 20 ta uglerod massasi X. Hop, 6 ko'paygan 23 ta. Hop, uglerod massasi o'zi 12 bo'lardi va bu yerda milligramda deganligi uchun 12.000 milligram qilib yozib olaman. Demak, endi mana bu 6.02 qilib yozamiz ekan, chunki bular 12.04 yozgan, demak 6.02 qo'ydik. Xo'p, demak endi qaraymiz. Xo'p, bu yerda 2 ga qisqartiradigan bo'lsak, mana bu yerda bunda 2, bunda 1 qoladi. 2 ni 12.000 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 24.000 chiqyapti. 24.000 da demak mana bu mana yerda mingi ham bor ekan, chunki 23 bunda 20. Shunda mana qisqartirganingizda 3 ta 0 pastda qolib ketyapti. Xullas javob bunday bo'lyapti. 24.000 bo'lyapti va u 1000 ga bo'linyapti. Mana pastda 1000 qolib ketyapti, bunday proporsiyada. Mana bu 1000 bilan mana uni 3 ta 0 qisqarib ketadigan bo'lsa, demak 24 bo'lyapti. Bular esa 2.4 deyapti. Bizda 24 milligram chiqyapti. Demak, mana shu xato. Bizga xato javob so'ralganligi uchun 2-3 javob olinyapti. Javob S bo'lyapti. 2.4 milligram emas, 24 milligram ekan. Hop, 4ni ko'rish shart emas. Ikkinchi savol. Atom va molekula massasining birligi nima? Atom va molekula massasining birligi nima? Hop, massa atom birlik U deyapti. Hop, u ham kirsin. Gram, gramda belgilaymiz-ku. Hop, 3 kilogram, gramda yoki kilogramda belgilaymiz. Molda emas. Mol u
nimada u 1 mol, 2 mol. Shuning uchun uni olmaylik, xullas. Shunda hozir B javob bo'lyapti. Massaning birligi deyapti. Atom va molekula massaning birligi deganligi uchun massaga oid narsa olinyapti. Bu mol massaga oid narsa emas, shuning uchun olmaymiz buni. Shuning uchun olmayapmiz. 3. Quyidagilardan qaysi biri to'g'ri deyapti. Qaysi biri to'g'ri? Xo'p. Molyar massa vodorodniki 2 ko'paygan R deyapti. Yo'q, bu ikkalasi bir-biriga boshqa. To'g'ri, son jihatdan teng. Mana misol uchun nisbiy atom massasi 1 bo'ladi, vodorodniki 2 kira 1 deganda 2 nazarda tutiladi va vodorodning molyar massasi ham 2. Xullas, vodorodning molyar massasi 2 gram taqsim mol, ya'ni A javobda bunday bo'lib qolyapti. A javobda 2 gram taqsim mol vodorodning molyar massasi va u nisbiy atom massasiga son jihatdan teng bo'ladi, lekin qiymat jihatdan teng bo'la olmaydi. Shuning uchun A javob xato bo'lyapti. Son jihatdan teng, qiymat jihatdan teng bo'lmaydi. Xo'p, B javobda nima deyapti? Molyar massa vodorodniki 2 gram taqsim molligini aytdim va massa absolyut deyapti. Massa absolyut vodorodniki bu yerda massa absolyut vodorodnikini deyapti. Bu yerda nima demoqchi? Absolyut massa deyapti. Ko'paytirilishi kerak. 6.0 ko'paygan 23 ga. Absolyut massasini hisoblab olamiz ekanda, boshqa yo'l yo'q ekan. Xo'p. B javobni ko'ryapmiz. Bittasini massasi absolyut bo'ladi. Bizda hozir ikkita vodorod deganligi uchun ikkitasini 2 qilib yozaveraylik. Chunki men yerda H2 deyapti-ku. Hop, 6 ko'paygan 10 23 tasiniki bilamiz. Hop, nima bo'ladi? Ya'ni ikkitasiniki demak bizda 2 gram bo'ladi. Bu yerda endi hozir ko'paytirilyapti. Ha, bu hisoblab olib turib keyin ko'paytirishim kerak deyapti. 4 ni 6 ga bo'lishimiz kerak. Biz 4 taqsim 1 kira 2 bo'ldi. 2 gram taqsim mol bo'ldi. Mana bunda massa atom birlik. Mana bu joyda 6.02 qilgan edik. Bu to'g'ri, bitta atomniki 6.02 bo'ladi va u 1 gram bo'ladi. Bizda ikkita atom bo'lganligi uchun ikkitasi bu, ya'ni 2 mol bo'lganligi uchun, ikkita demaylik, 2 mol vodorod atomi bo'lganligi uchun 12.04 ko'paygan 23 ta qilib yozishimiz kerak edi. Shu yerda adashgan ekanmiz. Demak, 12.04 ko'paygan 23 tasiniki 2 gram bo'ladigan bo'lsa, ikkitasiniki qancha deydigan bo'lsak, bizda 2 4 4 taqsim 12.04 ko'paygan 23 chiqyapti. Shunda mana bu 6 bilan 12 qisqaradigan bo'lsa, bu yerda 2 qoladi. Shunda 4 taqsim 2 bo'lib, javob hozir 2 gram chiqadi. Mana bu 2 gram bilan mana bu yerda molyar massa ham 2 gram taqsim mol bo'ladi. Demak, bu yerda hozir mana bu B javob teng narsa ekan. Ya'ni bu qiymat teng narsa. Shuning uchun bu to'g'ri javob. Bizdan to'g'ri javob so'ragan javob B ekan. Qolganini ko'rmay qo'ya qolaylik. Juda ham chalkashlikda berilgan. B javob to'g'ri ekanligini bildik, tamom. Xo'p, 4. Nechta titan hajmi deyapti? Shuncha santimetr kub bo'ladi deyapti. Zichligi 4 gram taqsim santimetr kub. Hop. Hisoblab ko'ramiz. Demak, bo'ldi. Demak, tushundim men o'zi. Hop. Hajm, molyar hajm haqida gapirilyapti va bu 48 ni hop 4 ga bo'lganda chiqadi. 12 santimetr
kub bo'ladi. Xo'p, va u 6 ko'paygan 23 tasiniki hajmi demak bizda 12 santimetr kub bo'lyapti. Bizda 8 ko'paygan 23 santimetr kub bo'lishi kerak ekan. U nechta titanniki? Demak, mana bu 23 bilan mana bu 23 qisqarib ketadigan bo'lsa, 6 kira 8 48, 48 ni 12 ga bo'ladigan bo'lsak, 4 ta titanniki chiqadi. Demak, 4 ta. Javob C. Xo'p, demak shu bilan C va D mashqlar yechimi o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda E mashqi yechimlarini qilamiz. Orada kamchiliklar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Ularga uzr so'rayman. Iloji boricha tushunarli qilishga va sifatli qilishga harakat qilyapman. Kamchiliklarga rozi bo'lasizlar. Keyingi videolarda bundan-da yaxshiroq qilishga harakat qilaman. Like bosib, kommentariya bildirib qo'ying. Mehnat bo'lyapti bu yerda. Keyin yaqinlarga ulashib qo'ying videoni. Ya'ni misol uchun kimki Marfanga tarif yechimini, ya'ni ishlayotgan bo'lsa, yechimda qiynalayotgan bo'lsa, yaqinlarga ulashib qo'yamiz. Yechimlarni bemalol o'rgansin. Savobimizga sherik bo'ling.